Nega siz ota-onalar farzandingizni xususiy maktabda o'qitishingiz kerak? Buning 3 ta eng asosiy sababi bor. Hozirgi vaqtda juda ko'p ota-onalarimiz soat 8 da ish jarayoni bilan mashg'ul bo'lishadi. Xuddi shu vaqtda siz agar farzandingizni xususiy maktabda o'qitadigan bo'lsangiz, soat 8 dan 5 gacha farzandingiz xavfsiz hududda ta'lim va tarbiya olishadi. Qolaversa, xususiy maktablarda sport to'garaklari bo'lib o'tadi shu vaqtda hamda 3 mahal yoki 4 mahal oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Ikkinchi sabablardan biri esa sizning farzandingiz o'zi xohlagan yo'nalish bo'yicha fanlarni tanlay olish huquqiga ega. Siz qo'shimcha pul sarflab, repetitorlarsiz xususiy maktabda farzandingizni qo'shimcha fanlardan shug'ullantirishingiz va bilim oldirishingiz mumkin. Uchinchi sabablardan biri esa siz ota-onalar xususiy maktabda pul sarflab o'qitasiz, qolaversa farzandingizga iqtisodiy mablag' sarflaysiz. Va siz ustozlarni doimiy holatda nazoratga olasiz hamda farzandingizni qarzdorlik ruhini uyg'otib qo'yasiz. Qolaversa, bu qarzdorlik ruhi farzandlarimizning kelajagida buyuk kelajakka olib chiqishiga sababchi bo'ladi. Siz ota-onalar agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa hamda shunday qiynagan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar.